Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya Ukrainaga yil boshidan buyon kuzatilgan eng yirik hujumni amalga oshirdi. Keskinlik ortmoqda. Eron raketalari AQSh harbiy kemalariga qaratildi. Eron Hormuz bo'g'ozi bo'yicha yangi taklifni ilgari surdi. Eron sababli AQShning Ukrainaga vaqti yo'q, Zelenskiy. Endi esa batafsil. Yaqinlaringizni xursand qilishni istaysizmi? Sizga kutilmagan qo'ng'iroq xizmatimizni taklif qilamiz. Ota-onangiz, do'stlaringiz, barcha yaqinlaringizga sizni nomingizdan eng samimiy va ezgu tilaklarni yetkazamiz. Tug'ilgan kun, bayram tabriklari, uzrnomalar va shu kabi barcha xizmatlar mavjud. Chet davlatlarda yurgan yaqin insoningizga ham tabrik yo'llab beramiz. YouTube'dagi kutilmagan qo'ng'iroqlar kanalimizda bizni xizmatlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va tabrikka buyurtma bering. Rossiya Ukrainaga yil boshidan buyon kuzatilgan eng yirik hujumni amalga oshirdi. Rossiyalik harbiylar 16-aprelga o'tar kechasi dronlar va raketalar qo'llagan holda Ukraina shaharlari bo'ylab yopirilma zarba berdi. Hujumning asosiy nishonlari Kiyev, Odessa va Dnipropetrovsk oblastlari bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi so'nggi bir kun davomida Ukraina bo'ylab turli tipdagi 44 ta raketa va 659 ta dron uchirilganini ma'lum qildi. Shundan 31 ta raketa va 636 ta dron zararsizlantirilgani ta'kidlangan. Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra 12 ta raketa va 20 ta uchar qurilma nishonlarga yetib borgan. Yana 25 ta lokatsiyada parchalar tushishi qayd etilgan. Rossiyalik harbiylar tomonidan bir kun davomida uchirilgan raketa va dronlar soni 2025-yil 30-oktyabrdan buyon maksimal miqdorda bo'ldi. O'shanda Ukraina hududlariga 52 ta raketa va 653 ta dron uchirilgan. Kiyev prokuraturasiga ko'ra, shaharda hujum oqibatida 17 ta ko'p qavatli va 10 ta xususiy uy, shuningdek mehmonxona, ofislar markazi, avtosalon, yoqilg'i quyish stansiyasi hamda savdo markazi shikastlangan. Shahar harbiy ma'muriyati rahbari Timur Tkachenkoning so'zlariga ko'ra, Podolsk rayonida 2 kishi, jumladan 12 yoshli bola halok bo'lgan. Abalon rayonida ham 2 kishi o'limi ro'yxatga olingan. Ular avtosalon qo'riqchilari bo'lgan. Shaharda jami 60 kishi yaralangan. Ular orasida 3 nafar politsiyachi, 4 nafar tibbiyot xodimi va 2 nafar xorijlik bor. Dniproda hujum oqibatida 3 ayol halok bo'lib, yana 13 kishi shifoxonaga yotqizildi deya ma'lum qildi hudud harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Ganja. Keyinroq yaradorlardan biri shifoxonada vafot etgan. Shaharning bir necha nuqtasida yong'inlar chiqqan. Turar joylar, ofislar joylashgan binolar, garajlar va avtomobillar yongan. Dnipropetrovsk rayonida dronlardan biri xususiy uyga kelib urilishi oqibatida 14 yoshli qiz yaralangan. Dnipropetrovsk oblastining Nikopol rayonida yana bir kishi halok bo'lib, 3 kishi jarohat olgan. Odessa oblasti harbiy ma'muriyati rahbari Alik Keper oblast markazida zarbalar seriyasi oqibatida 9 kishi halok bo'lib, 23 kishi yaralangani haqida xabar berdi. Dronlar shaharlardagi bozorlardan biriga, shuningdek Odessa portidan chiqqan yuk kemasiga hujum uyushtirgan. Kemada yong'in chiqib, ekipaj a'zolari tomonidan o'chirilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi bu zarbalar Ukrainaning Rossiya hududidagi fuqarolik obyektlari bo'ylab terrorchilik hujumlariga javob ekanini, bu hujumda raketa va dronlar ishlab chiqariladigan harbiy zavodlar, shuningdek Ukraina qurolli kuchlari manfaatlariga xizmat qiladigan yoqilg'i energetika komplekslari nishonga olinganini ma'lum qilgan. Keskinlik ortmoqda. Eron raketalari AQSh harbiy kemalariga qaratildi. Yaqin Sharqdagi keskinlik ortib bormoqda. Eronda Hormuz bo'g'ozi yaqinidagi AQSh harbiy dengiz kuchlari kemalarini yo'q qilishga tayyorgarlik boshlangani ma'lum qilindi. Bu haqda 16-aprel kuni Eron oliy rahbari maslahatchisi, Islom inqilobi muhofizlari korpusining sobiq qo'mondoni Muhsin Rizoiy bayonot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Eron raketa qurilmalari AQSh harbiy kemalariga qaratilgan. Bizning raketalarimiz harbiy kemalarga qaratilgan va biz ularning barchasini cho'ktirib yuboramiz, dedi Rizoiy Press TVga bergan intervyusida. Uning ta'kidlashicha, bunday choralar raqibga bosimni kuchaytirish uchun zarur. Shuningdek, u Washingtonning dengiz blokadasi tashkil etish rejalarini muvaffaqiyatsiz deb baholadi. Rizoiy fikricha, AQSh Eronga qarama-qarshilikni to'xtatish niyatida emas. Bundan tashqari Rizoiy ma'lum qilishicha,
AQSh Isfahon shahrida desant tushirishni rejalashtirgan. Uning aytishicha, bu operatsiyaning asosiy maqsadi Eron uranini qo'lga kiritish bo'lgan. Shuningdek, Eron Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Ismoil Baqoiy 16-aprel kuni AQSh tomonidan Hormuz bo'g'ozining blokada qilinishi Yaqin Sharqdagi tinchlik kelishuvi barbod bo'lishiga olib kelishi mumkinligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday holatda Eron qurolli kuchlari zarur choralarni ko'rishga majbur bo'ladi. Avvalroq Donald Tramp AQSh Hormuz bo'g'oziga kirish yoki undan chiqishga urinadigan barcha kemalarni blokada qilishni boshlashni ma'lum qilgan edi. Uning aytishicha, Islomobodda o'tgan muzokaralar yaxshi o'tgan, ammo asosiy yadro masalasi hali hal etilmagan. Eron Hormuz bo'g'ozi bo'yicha yangi taklifni ilgari surdi. Eron Hormuz bo'g'ozining Ummon qismidan kemalarning erkin harakatlanishiga ruxsat berish mumkin. AQSh bilan mojaroning qayta avj olishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha kelishuvga erishilsa, Eron shunday qadamga tayyor. Bu haqda Reuters manbasi xabar berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp urush yakuniga yaqinlashayotganini aytgan bo'lsa-da, Hormuz bo'g'ozi ustidan nazorat muzokaralardagi asosiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Masalaning nozikligi sababli ismini oshkor qilmagan manbaga ko'ra, Eron kemalariga Hormuzning Ummon suvlaridagi qismidan hech qanday to'siqsiz harakatlanishga ruxsat berishi mumkin. Ammo Eron o'sha hududda joylashtirilgani taxmin qilinayotgan minalarni tozalashga rozi bo'lmasligi noma'lum. Shuningdek, Isroilga aloqador kemalarga ham erkin o'tishga ruxsat berilishi ma'lum emas, deyiladi xabarda. Manba taklifning amalga oshishi Washingtonning Tehron talablarini qabul qilishiga bog'liq ekanini ta'kidladi. Bu Hormuz bo'g'ozi bo'yicha har qanday kelishuvdagi asosiy shart hisoblanadi. G'arbdagi xavfsizlik manbasi kemalarning Ummon suvlaridan to'siqsiz o'tishiga ruxsat berish taklifi ustida ish olib borilganini ta'kidladi. Biroq bu borada Washington qanday reaksiya bildirgani hozircha noma'lum. Eron va Ummon o'rtasida joylashgan, kengligi atigi 34 kilometr bo'lgan Hormuz bo'g'ozi Fors ko'rfazini Hind okeani bilan bog'laydi. U Yaqin Sharqdan energiya resurslari hamda o'g'itlarni tashishda asosiy yo'lak hisoblanadi. Bo'g'oz bo'yicha taklif Tehronning ayrim qat'iy talablaridan ortga chekinish sifatida qaralmoqda. Eron Hormuz bo'g'ozi orqali harakatlanadigan kemalardan to'lov undirmoqchi. Jahon kemachilik sanoati bu kabi choralarni dengiz konvensiyalarini buzuvchi, misli ko'rilmagan bir tomonlama qadamlar deb biladi. Eron sababli AQShning Ukrainaga vaqti yo'q, Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Eronga qarshi urush tufayli AQShning Kiyev uchun vaqti yo'qligini aytdi. Bu haqda siyosatchi Germaniyaning ZDF telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Ular Eron bilan doimiy aloqada, Ukrainaga esa vaqtlari yo'q, dedi Zelenskiy boshlovchi bilan suhbatda. Intervyu davomida Ukraina rahbari Erondagi urush Kiyev uchun salbiy oqibatlarga olib kelish sababini tushuntirdi. Agar bu urush cho'zilib ketsa, Ukrainaga qurol kamroq yetkaziladi, deya ta'kidladi Zelenskiy. U Ukraina qurolli kuchlarida havo hujumidan mudofaani ta'minlash uchun patriot tizimlari yetishmayotganini qayd etdi. Hozir bizda shunday tanqislik, bundan yomoni yo'q, dedi siyosatchi. Bundan tashqari u Ukraina Hormuz bo'g'ozini blokadadan chiqarishda yordam berishga tayyorligini, biroq AQSh bu borada Kiyevga hali murojaat qilmaganini aytdi.